Mirzo Ulug'bek rayonida men sizlarga 3,5 soatlik neoklassik uyimizni sizlar bilan birgalashib video obzorini qilamiz. Yaxshilab joylashib bitta choy damlab olinglar, ketkizgan vaqtingizga achimaysizlar. Undan oldin har doimgidek videomizga bitta like bosib qo'yinglar. Har doimgidek mana shu hovlidan boshlab sizlarga ko'rsatib beraman. Tashqari tarafga keladigan bo'lsak, mashina bemalol ikkita mashina sig'adigan parkovka bor. Bu yoq tarafdan ko'rasizlar, naves ostida yana bemalol bitta mashina uchun yetarlicha joy mavjud. Mana shunaqa ixchamgina uzun ketgan landsharniy zona, asosiy yashil hududimizni mana shu yoqda joylashtirgan, o'zini paliflarigacha ega. Ko'rasizlar, buni olgan odam o'zini xohish istagiga ko'ra gul deydimi, daraxt deydimi, xullas olgan odam o'zi didiga qarab ekaveradi. Bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, yozgi oshxonamizda qozon o'choq, barbekyu zonalarigacha hamma narsa tayyor qilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, hovlimiz uchun ajratilgan sanuzel. Mana shu joydan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Oila davrasida o'tirish uchun tapchan qo'yib qo'ysanglar, juda ham zo'r tanlov deb bilaman, chunki bu yoqda kabinlargacha o'rnatib qo'yilgan. Ana endi kelinglar, bu hashamatli uyimizni ichini sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Like bosgan bo'lsanglar, qani ketdik. Bu esa uyimizga kirib kelish, ya'ni hol qismi qaranglar, juda ham oppoq ranglardan foydalangan. Keling, sizlarni birinchi bo'lib ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonaga olib o'taman. Mana bu qaranglar. Juda ham ayollarimizni sizlar xohlagan oshxona mana shu bo'ladi. Nimaga desanglar, astrologlargacha qaranglar, juda ham keng oshxona. Bu yoqda krashinli mebellar qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, xohlasanglar, mehki deyman, xohlasanglar 6 tali stol qilib, oila davrasida taomlanish uchun ayni muddao qilishga va bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana shunaqa katta panorama oynalar. Bu nimaga? Masalan, yozgi oshxonada ovqat qilsanglar, yozda o'tirib, shunday mashqni ham berib yuborsanglar bo'ladi. Juda ham to'g'ri tanlov deb bilaman. Hamma yog'imiz 3 etaj polностью 100% tupli pol qilingan va sizlarga eng asosiysi mana hech qanaqa podvalga tushib, xonani temperaturasini o'zgartirmaysiz. Mana 28 gradus turibdi. Ya'ni har bitta xonani o'zini joyida o'zgartirsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r ishini. Menga shaxsan o'zimga mana shu tanlov yoqdi. Chunki podvalga tushib, har bitta xonani boshqarib o'tirgandan ko'ra mana shu eng to'g'ri tanlov. Bu mini zal deyishgan, xohlasanglar har doimgi o'tiradigan xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Atak hol o'rnidan ham foydalansanglar bo'ladi. Mana shunaqa ixchamgina xona bo'lyapti. Eshiklarni ham rangiga o'zingizlar e'tibor bersanglar bo'ladi. Men sizlarga mehmonxonani dahshatini ko'rsataman. Qani bitta ko'rib bering. Mana buni. Mashina qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Vashshi dahshat bor. Ustalarni professional darajada ishlariga o'zingizlar bir dona layklarni ayamasdan bosib berasizlar degan umiddaman. Chunki hammasi qo'yma, mana shu tiyagilarga ustalarimiz naqd 2,5 oy vaqtini masjidda o'zida sarflashga, naqqoshlik san'atini eng yuqori cho'qqisiga chiqqan ustalar mana masjidda ishlagan deb bemalol aytsam bo'ladi. Lekin mana bu qandillar ham o'zingizlar qaranglar, akalarimiz zo'r mana shu dizaynga tushadigan qandil topib qo'yishibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik sizlarga narigi xonalarni ham ko'rsataman. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel qismi. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Sanuzel qismidan yonida birinchi etajimiz uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonamizning orqa tarafida mana shunaqa, ya'ni havo aylanishi uchun, sirkulyatsiya uchun mana shu joy tashab ketilgan 1 metrlik joy. Bu hamma joyga kerak, ya'ni hamma qurilishda bo'lishi kerak. U yoq o'tganda обязательно mana shu joylarga e'tibor berib olishingizni tavsiya qilardim. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajimizga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning ikkinchi etajimizga chiqib kelishimiz bilan qaranglar. Zinamizning tegi podsvetniklari bor. Bu degani asosiy chiroqlarni yoqmasdan zinani o'zidan ham foydalansanglar bo'ladi. Ikkinchi etajimizda naqd 4 ta yotoqxona bor. Kelinglar, sizlarga birinma-ketin ko'rsatib beraman. Zinadan chiqishimiz bilan birinchi xonamizni ko'rsatib beraman. Bu xonamizda o'zini ichida sanuzel garderoblarigacha tayyor holda qilib qo'yilgan. Marhamat, juda ham akkuratli garderob va sanuzellari o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Hamma joyi 100% topli bu, plus radiatorlar ham o'rnatilgan. Aytib o'tganimdek, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, gap isboti bilan har bitta xonani o'zini temperaturasini masjiddan boshqarishlar bo'ladi. Bu xonamizni masalan 27 gradusda turibdi. Ana endi kelinglar, ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzellar ko'rib chiqamiz. Sanuzellar qarang, juda ham did bilan tanlangan kafillarning rangiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Bu xonamiz ham
yana bitta yotoqxona. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa shkafchalargacha yasab qo'yilgan. Bu yerda televizorlarga joy tashlab qo'yilgan. Rangni tanlashda ham quruvchi akalarim juda ham sochini rangda tanlangan. Ishdan charchab kelganingizda ko'zni og'ritmaydigan, naborot sizni dam oldirtiradigan rangda tanlangan. Bu xonamizda keladigan bo'lsa, bitta bolalar yotoqxonasi, bemalol bu yerda dars tayinlaydigan kravat divan shkaflarigacha sig'adi. Ko'rasizlar, bu yerda ham katta panorama oynalar bor. Va bizning eng oxirgi xonamiz bu mana shunaqa bo'lyapti. Kirib kelishimizda mana shunaqa katta garderobni ko'ryapsizlar, juda ham katta, bemalol qishga, yozga kiyimlar sig'adi. Agar sig'masa, undan umuman muammo yo'q, chunki podvalda yana xonalar juda ham ko'p va shuni yonginasida o'zini mana shunaqa akkuratni qilingan samolyot dushovой kabinalarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Xonani razmeri bilan o'zingizlar bitta ko'ryapsizlar. Bu yerdagi uyimizda yashash maydon 450 kvadrat bo'lganini hisobiga har bitta xonamizda katta qilingan va panorama oynalarni ko'rasizlar. Bu quyoshni bor yorug'ini uyga, xonaga olib kirib beradi. Bu yerdan endi balkonni sizlarga ko'rsatib beraman. Kelinglar. Marhamat, balkondan o'zingizlar bitta tomosha qilasizlar. Qaranglar, kechki Toshkent qanaqa chiroyli ko'rinyapti. Конечно, biz Nestvanni 41-etajda turmayapmiz. 2-etajdan ko'rasizlar qanaqa ko'rinadi. Bu uyni sotib olganinglardan keyin balkonga chiqsanglar, Nestvanni 51-etajiga turgandek his qilasizlar o'zingizlar. Ana endi biz sizlar bilan birgalashib uyimizning podvalini ko'rib chiqamiz. Bu esa uyimizning podval qismi. Mana qaranglar, podval bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da. Podvalda ko'pchilik quruvchi akalarimiz podvalni patologini nabor past qiladi. Bu yerda o'sha ballarli saqlanib qolgan. Ko'ryapsizlar, podvalimiz juda ham keng. Olgan odam o'zini xohish istagiga ko'ra bir yoq tarafini kinozal, bir yoq tarafini sport zal qilsa ham bo'ladi. Kelinglar, sizlardan birinchi bo'lib uyimizning isitish tizimiga javob beruvchi xonani ko'rsataman. Qani, mana bu ham zinantikdan unumli foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda qilingan ishlarni o'zingizlar bitta baho berasizlar. Boiler deysizlarmi, ikkitadan kotelniy deysizlarmi, xullas santexnik akalarimiz ish mehnatiga bitta like bosadi. Juda ham akkuratni. Любой odam bemalol tushunsa bo'ladi, qaysi narsa qatga chiqib ketganini shundan ko'rib bo'ladi. Ana endi sizlar bilan narigi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Podvalda bitta xonamiz bor. Bu xona o'zingizlar hozir sizlarga ko'rsataman. Olgan odam buni как ofis o'rnida foydalansa ham bo'ladi, xolasa garderobni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Chunki bu yerda ham kabellar, televizorlarga joy tashlab ketilgan. Mana shunaqa fortichka oynalargacha qilingan va bu esa bizning oxirgi xonamiz. Bu xonamizda холодный komnata bo'lyapti. Bu yerda уже теплый pol yo'q. Chunki bilasizlar, холодный komnataga bu теплый pol kerak emas. Ko'ryapsizlar, hamma xonasi katta qilingan. Xullas, Mirzo Ulug'bek rayoni Salkovskiydan 3,5 sotuli uyimizda 450 kvadratli naqd 7 ta xonasi bor. Narxi keladigan bo'lsa 620 ming deyilyapti. Joyida kelib yana savdolashsanglar bo'ladi. Mirzo Ulug'bekda o'ziniga neoklassik uy qidirib yurgan do'stlarga bu videoni tezda jo'natib qo'ying. Niyat qilib qo'yib like bosganlar, inshaalloh mana shu yil oxirida hammamizga eng kamida mana shunaqa uylarda yashashlik nasiba ro'za aylasin.